Musulman ayalının obrazı, mirastiki örnek, Ömer Yüksel. Ayallar hukuki, ayallar erkinliki, ayal baraverliki degan şuarlar dünya miqyasida güçlük teşvik qilinib, İslam dininin ayallarının erkinlikini çekligenliki, tanlash huquqiga tajovuz qilganligi har xil taratqularda tarqalyapti. Müslüman kız ayallarmı bu iqimga bilib bilmay agishib, o'zi e'tiqod qilayotgan islom dinining adolatidan, islomning ayallarga bergan huquq va imtiyozlaridan gumonlanyapti. Halbuki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ilib kelgan islom shariati qiz ayallarni haqiqiy ravishda erkinlikka erishtirgan edi. Bu yerdeki erkinlik ba'zilar da'vo qilgandek mutlaq erkinlik emas. Balki Allohning nazaridagi qiz ayollar uchun eng muvofiq bo'lgan erkinlikdir. İslam shariati jahiliyatdagi ayollarni xo'rlash, zulm qilish, inson o'rnida ko'rmay ilib setish, ayollarga miras o'rnida varis bo'lish, o'zaro almashtirib foydalanish, kichik qizlarni tirik ko'mish va shuningdek har xil shakldagi odam aqlidan o'tmaydigan rezil qilmishlarni amaldan qoldirib, ayollarni haqiqiy ravishda erkinlikka, izzat va qimmatga erishtirgan edi. İslam shariati har xil o'rinlarda o'xshamagan amal ibodatlarda qiz ayollarga nurg'un huquq va imtiyozlarni berdi. Kur'an-ı Kerim'de ayallarga alaqadar hükümlerini bayan kılgan bir süre Ayallar Suresi dep ataldı. Biz bugün İslam miras kanunidagi ayallar huquqiga qarab chiqamiz ve fikirlerimizni bayan qilamiz. İslam dini qiz ayallarning huquqiga alohida ahamiyat bergan bo'lib, miras taqsimotidagi har turli ahvollarda ularning nasibisini ayrim-ayrim bekitgan. Biz bularni tövendeki miras taqsimlash holatlarida texmi yaxshi his qila olamiz. İslam miras taqsimotlaridagi nasibalar 20, 4'ten biri, 8'den biri, 3'ten 2'si, 3'ten biri, 6'dan biridan ibaret 6 kategoriyaga ayrılgan. İslam miras kanunida 21 türlük kişiге 6 xil ölçem boyunca miras tarqıtılgan bo'lib, bularning 16 türü ayollardan tarkib topgan. Uningdan boshqa eng ko'p miras oldigan turning yanada ayollar ekanligini bayqash qiyin emas. Mirasning 3'ten 2 ulushi deganlik, mirasning 20'dan ko'p qismini 2 yoki uningdan ortiq qiz, 2 yoki uningdan ortiq qiz nevra va yoki 2 yoki uningdan ortiq qiz bir tuqqan va yoki 2 yoki uningdan ortiq dada taraf hammasi oladi deganlik bo'ladi. Demak, eng ko'p qismini oladigan tur yanada ayollar bo'lib, 3'ten 2 ulush nisbat bo'yicha miras taqsim qilish holatining hamma turini ayollar egallagan. Mirasning 20'ni aldığan haletdimi 5 türlük kişi bulup, bularning 4 türü ayol. Başka haletlerdimi ayollar köp o'rinni egallagan. Xulos qilib aytganda, İslam miras babida ayollarga alohida ahamiyat bergan va har xil nisbatda ularning marhumning mirasidan o'z nasibasini ilishni amalga oshirgan bo'lib, bu orqali ayollarning huquqini zo'r darajada qo'ydigan. Shubhilarga radiya. Yuqorqi miras taqsimotini ko'rgan har qanday kishi ba'zi din dushmanlarining yoki bilimsiz jahillarning ig'izida iqib yurgan islom ayollarga zulm qiladi, ayollarga odillik qilmaydi. Erlar mirasda ayollarning 2 hissini oladi degandek gap so'zlarning asossizla deyilgan yoki maqsadlik holda islomga qarshi chiqish, islomni xunuklashtirish uchun deyilganligini bayqaydi. Yuqorqi holatlarni tafsiliy tekshirib xulosalaganda bizga tövendeki natijalar oshkora bo'ladi. 1. Mirasga erishuvchi kishilar ichida ayollar turi erlardan ko'p. 21 turli kishidan 16 turi ayollar. 2. Ba'zi holatlarda ayollar erlardan ko'p mirasga erishadi. Yana ba'zi holatlarda bo'lsa, mirasxo'rlar ichidan erlar miras ilishdan cheklanib, ayollar miras oladi. 3. Ba'zi holatlarda erlar ayollar bilan o'xshash miras oladi. 4. Erlar mirasda ayollarning 2 hissini oladi degan bu so'z mirasxo'rlar o'xshash bir qatlamdagi yoki bir darajadagi ayol bo'lish, shariat belgilagan boshqa qoida prinsiplarga va tartiblarga bo'ysunish degandek ma'lum shart ostida amal qilinadigan hukm bo'lib, uni umumlashtirilgan hukm sifatida ishiltish bilimsizlikdir yoki ig'ir qilib aytganda dinni burmulash yoki dinga qilingan hujumdir. 5.
Yuqarqı şübheler görünüşte erler ayollarının iki hissini aldıganlıktan ibaret çeklik ve şartlik haletinin neticesi bolsumu, İslamның nimi üçün miras taqsimatını muşu halette belgilgenlikinin sebep ve hikmetlerini düşüngen vakitte İslamның ayollarga zulüm kılgan emas, belki İslamның ne kadar adil ve hikmetlik ekenligi. İnsanның kemtük aklı tasavvur kılalmaydigan ve tonup yetelmeydigan ilahi möcizeler bilen tolgan haq din ekenligiga pakit boludu. Erlerning nima uchun cheklik va shartlik holatda ayollar olgan mirosning ikki hissini oldiganligining sabab hikmatlaridir. Birinchi, erlar ustiga yuklangan chiqim qilish va xarajat qilish majburiyati. Erlar bir uyning to'riki va yo'lanchuki. Oilaning barliq chiqimlari va xarajatlari er ustiga yuklangan bo'ladi. Şunlaşqa, erlərinin ayaldan köprək nisbətdə miras ilişi meyli əqli cəhətdən bolsun, yoki naqli cəhətdən bolsun, logikaga uyğun. İkinci, əgər ərini mərkəz qılıb təfəkkür qıldığan bolsaq, o, anısının, ayalının, qızının, qız bir tuqqanlarının vaxtı saati gəlsə başqa yıraq tuqqanlarının mı çıxımını qılıb birdi. Toy qılğanda ayalığa toyluq birdi. Öy təyyarlab sərəmcallaşdırdı. Toydun kiyinki başqa chiqimlarni mu yanıla er öz üstiga alıdı. Aksicha o'ylab baqadigan bo'lsak, ayollar yuqorqi chiqimlarni qilishga taklif qilinmaydi. Albatta, qilsa ajrga erishidi, agar chiqim qilmasa malomat qilinmaydi. Demak, ularga erlardek majburiyat yuklangan emas. Bir oilani qamdashga ketadigan chiqimga erlarning ehtiyoji tushgudek darajada ehtiyojliq emas. İslam adaleti bilen her kişiye en münasip kildiğen bir nisibini belgilep berdi. Üçüncü, ayollar merhumning mirasıdan o'xshash qatlamdaki er sebeplik erning nisibisining yerimini alsımı, ma'lum muddatdan keyin agar to'y qilsa, keyinki yo'ldoshi uningga to'yliq beradi va to'ydan keyinki yemek ichmak, kiyim-kechak va boshqa chiqimlarga ega bo'ladi. Toy qilmagan taqdirda uning holidan xabar elish dadasiga yoki boshqa qarindoshlarga va yoki tuqqanlarga yuklandi. Demak, uning kam qolgan 20 hissasi boshqalar tarafidan to'liqlanadi. Bular faqat biz bayqagan va his qilib yetgan sabab hikmatlarining ba'zisi. Biz bilmaydigan, faqat Alloh o'zini biladigan nurg'un sabab va hikmatlarning bo'lishi aniq. Yuqorqi bayonlardan tövendeki natijalarni chiqara olamiz. Birinchi, ayollarning erlarning bir parchasi ekanligi. Shundaqla ularning egilik huquqi, boshqarish va ishiltish huquqining bor ekanligini ta'kidlash. İkinci, ayollar Adem atının evlatlarından bolğanlığı üçün Allah insanlarına teklif qılğan əməl ibadətlərə oxşaş teklif qılınğan. Cümleden mal-mülk başquruş, iqtidarçılıq qilish və miras ilish yoki miras qaldırış qatarlıq işlarda ayollarmı erlərə oxşaşdır. Üçüncü, ayollarning o'zining shaxsiy ehtiyojlarini qamdash, ularga ega chiqadigan yo'ldoshi yoki valiylari yo'q bo'lgan yoki undaq kishilar bo'lsa-mu, ularning ahvolidan xabar olishga qudrati yetmaydigan ahvollarda bo'lib qolsa, ularga taqsim qilingan shu miros orqali o'z ehtiyojlarini qamdaydi va boshqalarga muhtoj bo'lishdan, xor bo'lib qilishdan saqlana oladi. Dördüncü, ayollarning ham erlarga o'xshash o'z mollarini yaxshi yo'llarga chiqim qilish orqali Allohga ibodat qilib, Allohga yaqinlashish. Chunki zakat, sadiqa va ulardan boshqa yaxshi yo'llarga infoq qilishning islomda o'rni yuqori, ajri katta bo'lib, ayollarmo bu turdagi ibodatlarni qilish orqali Allohga tixim yaqinlasha oladi. 5. Mirasni faqat erlarning qo'lida qilib qo'yish sababli kelib chiqqan ayollarning erlar tarafidan zulm qilinishi, xorlanishi, shaxsiyatchilik, hasad qilish yoki ayollar tarafidan keladigan o'chmanlik, dushmanlik yoki mol dunyoni deb qasd qilish qatorliq yuz berish ehtimolligi bo'lgan ishlarning oldini olish. 6. Ayollarning erlar bilan belgilangan nisbat bo'yicha miras ilishni belgilash. Ma'lum ma'nodan aytganda, vafot topquchining mirosini uning avlodlari yoki mirosga haqli kishilar orasida mumkin qadar ko'p kishiga taqsimlash va u mirosdan ko'plagan kishilarning manfaatlanishini ishga oshirish. Undaq bo'lmaganda, boylikning ma'lum kishilar qo'liga yig'ilib qilib, jamiyat tangpongsizligini yoki kapitalist tuzumga o'xshash ikki qutublashishni keltirib chiqarishi mumkin. 7. Urug' tuqqanlar orasidagi mehr-muhabbatni kuchaytirib, oilaning birligi va butunligini saqlash.
Chunki insonga mol dunyo chiroyli ko'rsatilgan bo'lib, u orqali qalblarni moyil qilg'ili va shaxslar orasidagi munosabatni yaxshilig'ili bo'ladi. Nurg'unlagan urush jidal, ko'ngil og'riqlarining sababi mol dunyo ekanligini bayqash ta's emas. Agar u loyiqida to'g'ri tarqitilsa, jidal majro chiqmasligi yoki ma'lum nisbatda tövənləşi mumkin. Yuqorqilar bo'lsa islom adolatining meros taqsimotidagi yorqin ifodalanishdir. İslamның ayollarga ko'ngil bo'lganligi va ularning haq huquqini qo'g'dashda bir qancha oyat nozil qilib, alohida ta'kidlaganligi buning amaliy paketidir. Chunki Qur'oni Karimda nurg'un masalalar tilga ilingan bo'lsa-mu, meros masalasidek tafsiliy to'xtalmagan. Balki bu haq huquq masalasiga aloqador nozik bir masala bo'lg'achqa, shundoq tafsiliy bayon qilingan bo'lishi mumkin. Buningdan boshqa ayollarning islomdagi o'rnini va qimmatini bildiradigan dalil va sohalar nihoyatda ko'p bo'lib, men faqat meros bobidagi dalil paketlar bilan kifoyalandim. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد أملك أنت له حيث سلام